Ko'pchilik qiladigan xato. Voy, nimadir chiqib qopti-yu. Global muammo. Shuniyam kimdir gapiradi, mana bebis chiqib qopti, olib tashlang deb. Ko'pchilik yuz korreksiyasida aynan suyuq rumyani surishda yanoqqa aynan mana shu yerga suriladi deb o'ylaydi. Va ko'pchilik mana bunday kulgan holatda yanoqni mana shunday yedirib chiqadi. Qayerga to'g'ri surish kerak? Aynan quloqdan burunga qarab va ko'zni tugash qismidan boshlab mana bu yerda nuqta hosil bo'ladi. Aynan mana shu yerga yedirganda ham hamma joyga yedirmasdan aynan mana shu oralig' bo'yicha suyuq rumyanani yedirib chiqish kerak. Korrektorni ham ko'pchilik mana bunday pastga surib qo'yadi. Yo'q, bu xato. Suyuq rumyana surilgan pastki qismiga mana shunday qilib quloqqa borib chiziq chizish shart. Va ko'pchilik qiladigan xato yedirganda pastga qarab yediradi. Osilib qolgandek effekt beradi. Yana bitta narsa qizlar, ko'zi tegidagi osilishlar hech qachon makiyaj bilan to'g'rilanib qolmaydi. Qachonki do-posle video ko'rganingizda hech qachon mana bu yerdagi skladkalar makiyaj bilan birdaniga ketmaydi. Menga olqishlar bo'lsin.